bu vositalar o'z yo'liga. Lekin biz bolaga bevosita o'zimiz orqali. Tasavvur qiling, hech narsa yo'q, vosita qo'lingizda hech narsa yo'q. Gapingiz bilan tushuntirib, ularning qalbiga kirish yo'lini topishimiz kerak. Bolalarning qalbiga kirish yo'lini topishimiz kerak. Yana takrorlab aytaman. Bu oson emas. Ancha o'zimiz ustimizda ishlashimiz kerak bo'ladi. Shunchaki ovozni mayin qilish bilan maqsadga erishmaymiz biz. Mayin gapirib yo'q. U qalb o'zi qabul qiladigan usul bor. Hamma qalb, yosh bo'lsin, qari bo'lsin, e'tiqodi qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, qalb, inson vijdoni bor. Hammada bor vijdon. O'sha qalbi haq narsani qabul qiladi va qalbdan chiqayotgan narsani qabul qiladi. Shuni o'zingiz uchun shior qilib olsanglar yaxshi bo'ladimi? Masalan, yozuvchi sifatida, tarjimon sifatida Dildagi gaplar kitobida o'sha shiorim bor o'zimni. Qalbdan chiqqan narsa qalbga yetib boradi. Til uchida aytilgan so'z ko'ngil ostonasidan nariyoqqa yetib bormaydi. Mana shundan bilamizki, demak bolalarga ta'sir qilish uchun farzandlarimiz bo'lsin, kuyinib gapirsak bo'ldi, ular qabul qiladi. Mana bu yerdan chiqish kerak, faqat tildan emas. Aytayotgan kunlik vazifalarimizda ham shu, faqat tilimiz emas, qalbimiz ham qimirlash kerak. Ikkita a'zo ishlasa yaxshi. Agar bitta bilan cheklanilsa, faqat qalb ishlasin deyiladi o'shanda. Menimcha bildingiz nima haqida gapirayotganimni? Ishora qilamiz ayrim ma'nolarga, aqlli inson o'zi tushunib oladi. Yo til yo qalb bilan birontasi bilan cheklanish bo'lsa, faqat qalb bilan qilsin deyiladi o'sha ish.